Açqandan keyin qaraydigan bo'lsak, mana bu rasm. Endi mana yuvasekmi bo'ladi, qo'yib qo'ysakmi bo'ladi degan gap. Endi buni sig'ma qarab boqaylik arkadaşlar. Men 3 ta tanla deyman, men 1 tani tanlaytsam, orliqda bor. Buni kontrol belgisini besib turib, men kontrol knuppasini besib turib, bir chekivsam tanlandi. Yoki birinchi chekdim, kontrol besib turib, men chekdim, kontrol besib turib, men chekdim. Mana bunda g'alati tanlay olamiz. Yana birinchi chekdim, kontrol besib turib, demak g'alati tanlandi degan gap. Kontrol besib tursak, boshqa bir qatim tanlab bo'lgani amaldan qolmaydi. Endi buni 10 tarafini chekib, shu hamisiga, shu ishingizga qarab boqaylik. Ammo jami shu ishingizga 972 kilobayt. 980 kilobaytlik o'rinni egallabdi demakchi. 972 kilobayt. Endi ma'nosida shu to'rtli rasm bor. 972 kilobayt yana egallaganda, buni shu ishingizga qarab boqsak, 883 kilobayt. Demek, anandan sig'imi az demekçi. Yani bunu bağlab bir siletdik mana. Bir silet geçe, anandan sig'imi az bo'ldi degan. Endi biz buni kichiklam sig'imi kichik bo'lgan hamda rasmdan ishlatib, biz chiqib ifodalanmaydi. Masalan, biz keyin ishlatadigan jiqa ronjanlar yoki jiqa hujjatlar bor arkadaşlar. Hujjatlarniki masalan 10 yillik, masalan 15 yillik, 20 yillik bunday hujjatlar bo'lib qolsa, shu hujjatlarni pirslab saqlasak yoki pirslab yupimiz qaçmoqchi bo'lsak, qotmay qolsa, pirslab qochilab ishlasak, bundan keyin kompyuterimizga elib olishga foydasi bor demakchi. Sig'imni kichiklik berdi. Masalan, hozir qamav kilobaytlik sig'imlar kichik sig'im bo'lganda, aniqdan gibaytlar hatto tbaytlik sig'imlarni kichiklik beradi pirslash deganda demakchi. Endi yana undan boshqa qaraydigan bo'lsak, doim Grandin aks doim yoz doim bo'lib doim qilib bergan bo'ladi. Endi bu bizningki kompyuterningki administrator kompüterni ismi, boshqa kompüterlarga qo'ng'ichang qilish uchun qo'ng'ichang yonqoni tepib beraman demakchi. Masalan, biz kompüterga ism qo'yishni so'zlagan to'q oldin soatimizda misal ism qo'yib olsak, kompüterimiz ulangan barliq kompüterlarning ismi miyada chiqib turdi. Yoki biz kirgizib shu ismni bevosita qo'ng'ichang qilib olsak, mishrasini shularni kompüterga ketadi degan gap. Endi shanjo fanja. Mana yuvasak fanjasini bu rasmni ko'rgani ziyorat qilgan altımız yürüyüp gidiyor. Mesela 10 tarafını çekip şu işinize qaraydigan bo'lsak, bunun faaliyyati mana 2019 yılı, o işkin yana 26 günü 16-37 minut ötkende faaliyyat bo'lgan, yani ziyorat qilingan deb turdi. Juvetsek bunu faaliyyatidan faaliyyat chiqmaydi demekçi. Ziyorat qilingan holat chiqmaydi demekçi. Endi Gauji anchuan. Bu anchuan ma odatda biz kompüterni boshqa kompüterlar ulg'andan keyin masalan boshqa kompüterlarda kompüterimizning ichidagi hujjatlarni tartib ketmaslik, o'g'irlab ketmaslik uchun qo'llanilgan demak shu boshqa kompüterlarni ulg'an chog'da ishlatilgan ko'znaklar bu. Endi qaraydigan bo'lsak, chakan. Bu chakan deganimizda savoldoshlar bu yerdagi barliq hujjat yoki hujjat tiplarining ko'rinmasligini ko'rsatib beradigan bir band. Tashkil o'rni bu. Endi bu yerda Davxon Chonko ko'rinsinmi, ko'rinmasinmi deb turibdi savoldoshlar. Endi bu Davxon Chonko degan ko'rinmasin qilib olsak, miyada hech nima chiqmaydi mana. Miyadagi sipan yoki desktop degandeklarning ishimiz chiqmaydi, shu holatlar chiqadi. Endi men yana chiqib Davxon Chonkoga to'g'ri qo'yib olsam, men chiqdi paydo bo'ldi degan gap. Endi Yulan Chonko. Demak, men rasmni tanlagandan keyin men chiqib turdi mana. Men tanlagandan keyin chiqib turdi. Endi yerda rasmning cho'nqiligi chiqdi. Farqi yo'q hamda menda g'alati turgandan keyin buni bilalaymiz. Mesela rasmda deb mana chiqib olsak, men ko'rinib turdi. Bu da Yulan Chonko. Endi miyada tafsili usullar chiqib tursinmi deydi. Ana o'shancha Chonkosda biz bosgandan keyinki shu chiqib turgan barliq usullar miyada chiqib turdi arkadaşlar. Mana. Endi biz masalan rasm bo'lsin, mayli boshqa hujjat tipi bo'lsin, mahsulot ko'rsatdik buni. Bundaqa
tizimlik holatda. Tizimlik holatda ko'rdik. Endi rasm amanda chiqilgan holatda ko'rib turli deb qolsak, bu ya'ni biz buni mouse qilamiz, ana shu o'ng taraf mouse ostiga yana bisib, mana to'g'rilab bersak, mana holat chiqib turdi. Endi buni texnik cho'ng chiqara olamiz yoki texnik kichik holatda chiqara olamiz. Endi miya qaraydigan bo'lsak, kalkan miyadagi datubiya. Buni ustiga ekkelsam, ekilib bosmagan taqdirdimi, bosmagan holatdimi, bu cho'ngib chiqib beradi. Ya'ni buningki unumini ko'rsatib beradi degan. Mishin tanlab olsam men mana, chekib olsam, mushtaq yo'g'on holat chiqadi mana. Mayli bu qanday rasm ekanligini, qanday hujjat mapraslangan hujjat ekanligini biz aniq ko'ra olamiz degan. Endi men o'ng tarafdagi datubiya. Ya'ni biz hozir amaliyot chiqqan shu bayon holatda. Endi shaltubiya, kichik chiqqan holatda. Bu mahlalat chiqqan holatda. Endi miyada ise leviya holatda, miyada chiqqan holatga o'xshash neyron. Neyronsini ko'rsak, biz rasmniki tiplardan qo'shib, miyadagi shansolarni topib ko'ra olamiz. Endi miyadagi neyronsini ko'rgan oldimizda savolashlar buniki shipping o'chini ko'rib qolsak, shipping o'chini neyronsini ko'rma deb qolsak, buning vaqtini topib chiqarib beradi mana. 36 sekund, 36 sekund degan mana vaqtini topib chiqarib beradi. Necha minutlikkan yana ko'rmashdan qolsak, o'sha holatda to'g'rilab olsak bo'ladi. Cho'ng tubiya. Ya'ni bu o'ttirma holatdagi ko'ringan holatni ko'rsatib beradi. Ammo bu ham chiqib turgan miyadagi holatga o'xshash. Ammo bu normal cho'nglik chiqsin. Endi qaraydigan bo'lsak, hamda peyshu fanshi. Bu tizib berish shaklini ko'rsatadi. Masalan, ma'noda hamda azlim bir hujjatlar bor. Miyadagi boshqa hujjatlar ochaylik. Masalan, ro'njan ochaylik. Bir qator hujjatlar bor. Masalan, mana tizib berish shaklini ko'rsatadi. Tizib berish shaklida hozir mingchon. Ya'ni mingchon ism bo'yicha ko'rsatib beradi-da. Endi ism bo'yicha ko'rsatmay, vaqti bo'yicha o'zgartgan vaqti bo'yicha ko'rsatib bersa, tizib bersin desak mana. Ustining ostiga o'zgartgan vaqti bo'yicha tizib berdi degan gap. Endi yana buni boshqa turlari bo'yicha, cho'ngchiligi bo'yicha, qurgan vaqti bo'yicha, ya'ni zo'lchi qurgan odamniki bo'yicha degandek masalan kompyuterimizda biz masalan mayli yupandan elvinligan hujjat bo'lsin yoki o'zimiz qurgan hujjat bo'lsin shinjan qilib ashta hujjatlarning hammani masalan biz qilgandan ayrim boshqa bir qatorga yoki boshda biz qilgan bo'lsa kim boshqalardan ko'chirib kelgan yoki boshqa odam qilgan degandek ham biznikini ayrim tizib beradi degan gap. Biotiy holatlar bo'yicha degandek tizib bir holatni ko'rsatib beradi.